Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. AQSh Abrams tanklarini Ukrainaga chiqarmayapti. Zelenskiy Rossiyaning Belarusdagi shubhali harakatlaridan ogohlantirdi. Xavfsizlikning yangi arxitekturasini yaratish uchun birgalikda harakat qilish kerak – Putin. Yevropa Ukrainaga hatto 25 ming nafar askar yubora olmaydi – OAV. Rossiya Xitoyni chegaradagi daryolarni ifloslantirishda aybladi. Putin tinchlik evaziga Ukrainaning 4 viloyatini talab qilmoqda. Ukrainadagi urushda KXDRning 600 askari qahramonlarcha halok bo'ldi. Razvedka. Tramp Ukraina tez orada mag'lub bo'lishini va o'zi bu mamlakatni qutqarishga urinayotganini bildirdi. AQSh Abrams tanklarini Ukrainaga chiqarmayapti. Avstraliyaning ABC telekanali xabar berishicha, AQSh rasmiylari 49 dona M1A1 Abrams tankining Ukrainaga yetkazilishiga hali ruxsat bermagan. Gap shundaki, ushbu harbiy texnikaning ishlab chiqaruvchisi sifatida AQSh bu eksportga ruxsat berishi kerak. Manbaga ko'ra, AQSh tomoni Avstraliya rasmiylariga tanklarni jo'natishda logistika xarajatlari va Ukrainada ularni texnik xizmat bilan ta'minlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar haqida xavotir bildirgan. Muammoning yana bir tomoni shundaki, agar tinchlik bitimi imzolansa, tanklar dengiz o'rtasida kema bortida bo'lishi noqulay holatga aylanadi. Bundan tashqari, ularni dengiz safaridan nazorat qilish uchun zarur malakali kadrlar yetishmaydi degan ABCga intervyu bergan avstraliyalik rasmiy. Avstraliya Mudofaa vazirligi esa ABC nashriga bergan izohida Ukrainaga 49 ta tankni topshirishga tayyorgarlik bildirishda davom etayotganini ma'lum qildi. Ularning aytishicha, eksport jarayoni hozircha davom etmoqda. Zelenskiy Rossiyaning Belarusdagi shubhali harakatlaridan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Federatsiyasining Belarus hududidagi shubhali harakatlari haqida ogohlantirdi. Bu haqda u 29 aprel kuni Varshavada Yevropa Ittifoqining qator davlatlari tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvida ma'lum qildi. Bu yozda Rossiya u yerda harbiy mashg'ulotlar niqobi ostida nimadir tayyorlamoqda, dedi Zelenskiy. U qanday harakatlar haqida gapirayotgani va Rossiya qanday tayyorgarlik ko'rishi mumkinligiga aniqlik kiritmadi va hech qanday dalil keltirmadi. Ukrainaga qarshi urushni davom ettirayotgan Rossiya Federatsiyasi va Belarus hukumati joriy yilning sentyabr oyida qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishi haqida avvalroq ma'lum qilgan edi. Ma'lumot uchun Varshavada Polsha, Avstriya, Bolgariya, Xorvatiya, Chexiya, Estoniya, Gretsiya, Vengriya, Latviya, Litva, Ruminiya, Slovakiya va Sloveniya tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari ishtirokida 3 dengiz tashabbusining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Xavfsizlikning yangi arxitekturasini yaratish uchun birgalikda harakat qilish kerak – Putin. Teng va bo'linmas xavfsizlikning yangi arxitekturasini yaratish uchun birgalikda harakat qilish kerak. Bunday fikrni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Volgogradda bo'lib o'tgan Buyuk meros umumiy kelajak forumida bildirib o'tdi. Rossiya va Belarus prezidentlari Vladimir Putin hamda Aleksandr Lukashenko Volgogradda bo'lib o'tgan Buyuk meros umumiy kelajak forumida ishtirok etishdi. Sobiq ittifoqning ko'plab respublikalarida bo'lgani kabi Rossiyada ham G'alaba kuni eng muhim va muqaddas bayramlardan biri. Urush yillarida xalqlarimiz eng og'ir sinovlarni birga boshdan kechirdi. O'z mustaqilligi va kelajagini himoya qildi. Natsizm ustidan g'alaba qozonish esa umumiy merosimizdir. Biz bir qator davlatlar rahbarlarining Moskvadagi tantanalarda ishtirok etishini kutamiz va bu yerda vakillik qilayotgan ko'plab mamlakatlar harbiy qismlari Qizil maydondagi G'alaba paradida rus askarlari bilan yelkama-yelka yurishini yuksak qadrlaymiz, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, bu yil hamdo'stlikda natsizmga qarshi kurashda tinchlik va birdamlik yili deb e'lon qilingan bo'lib, ko'plab mamlakatlarda xotira, ijtimoiy va madaniy ma'rifiy tadbirlar, jumladan O'lmas polk yurishi chinakam umumxalq miqyosida o'tkazilmoqda. Ishonchimiz komilki, jahon hamjamiyati barcha davlatlarni boshqalarning manfaatlariga zarar yetkazmasdan ishonchli himoya qiladigan teng va bo'linmas xavfsizlikning yangi arxitekturasini yaratish uchun birgalikda harakat qilishi kerak. Yevropa Ukrainaga hatto 25 ming nafar askar yubora olmaydi – OAV.
Yevropa Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar sifatida 25 ming askar yuborishi qiyin bo'ladi, chunki armiya yetarli tarkib va moliyalashtirishga ega emas. Bu haqda manbalarga tayanib The Times xabar berdi. Buyuk Britaniya mudofaa shtabi boshlig'i Tony Radakin Ukrainaga yuborish uchun hamkasblaridan 64 ming kishilik kontingent tuzishni so'ragan. Biroq keyingi uchrashuvlarda Yevropa davlatlari mudofaa vazirlari buning imkoniyati yo'qligini aytgan. Ular hatto 25 ming kishilik kontingent ham birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qilishini ta'kidlagan. Mudofaa vazirlari 10-aprelda bo'lib o'tgan ko'ngillilar koalitsiyasi yig'ilishida o'z shubhalarini bildirgan. Keyin esa Bryusselda tor doiradagi uchrashuvda muhokama qilishgan. Ular Britaniya mudofaa vaziri Jon Hiliga 2 yil davomida rotatsiyani hisobga olgan holda bunday miqdordagi kontingentga jami 256 ming askar kerak bo'lishini aytgan. Qaysi davlatlar qo'shin yuborishga tayyor? Britaniya Ukrainaga 10 minggacha harbiy yuborishga tayyor. Fransiya ham 5 mingdan 10 minggacha askar yuborishi mumkinligini bildirgan. Manbalar aytishicha, Estoniya va Finlandiya har qanday harbiy joylashtirish ularning o'z chegaralarini himoya qilish kuchini susaytirishidan xavotirda. Polsha, Ispaniya va Italiya esa ochiqchasiga o'z qo'shinlarini yubormasligini bildirgan. Yana bir manbaga ko'ra, Finlandiya va Germaniya quruqlikdagi qo'shin yuborishga umuman qarshi, biroq Berlin bu qarorni to'liq inkor etmagan. Yevropa davlatlari Rossiya hujum qilgan taqdirda qanday yo'l tutishidan ham xavotirda. Ehtimoliy rejalarga ko'ra Britaniya va Fransiya harbiy instruktorlari g'arbiy Ukrainaga yuboriladi, ammo ular front chizig'i yaqinida bo'lmaydi, asosiy obyektlarni qo'riqlamaydi yoki Ukraina qo'shinlarini himoya qilmaydi. Rossiya Xitoyni chegaradagi daryolarni ifloslantirishda aybladi. Rossiyaning Xitoy bilan chegarasidagi daryolarda suv sifati keskin yomonlashgani aniqlandi. Bu haqda Hisob palatasi hisobotiga tayanib RBK nashri xabar berdi. 2020-2023 yillar davomida olib borilgan nazorat tadbirlari doirasida Xitoy bilan chegaradagi 8 ta punktda, shuningdek Argun, Ussuri, Sungacha daryolarining quyi oqimidagi 4 ta punktida suv namunalari olingan. Bundan tashqari Mo'g'uliston bilan chegaradosh Anon, Qira va Ulzagol daryolarining quyi oqimlarida joylashgan 3 ta punktdan ham suv tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Primorskiy o'lkasidagi tekshirilgan suv havzalarining birortasida ham suv sifati shartli toza mezoniga mos kelmagan. Aksincha, ular yengil ifloslangan, juda ifloslangan, iflos yoki juda iflos toifalarga kiritilgan. Xabarovsk o'lkasida esa barcha tahlil qilingan namunalarda ruxsat etilgan konsentratsiyadan ortiq ifloslantiruvchi moddalar mavjudligi aniqlangan. Hisob palatasi ta'kidlashicha, daryolarning ifloslanishiga sabab bo'layotgan asosiy omillardan biri qo'shni davlatlar hududidan tozalanmasdan yoki yetarlicha tozalanmagan oqova suvlarning daryolarga yo'naltirilishi. Rosprirоднадзор ma'lumotlariga ko'ra, transchegaraviy suv havzalarga yetkazilgan zararlarni aniqlash, ularni qoplash va suv obyektlarini himoya qilish borasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmagan. Putin tinchlik evaziga Ukrainaning 4 viloyatini talab qilmoqda. Rossiya rahbari Ukraina bilan tinchlik bitimini imzolash uchun Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlari ustidan to'liq nazorat o'rnatilishi kerakligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan tinchlik bitimini imzolash uchun avval Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlari ustidan to'liq nazorat o'rnatilishi kerakligini talab qilmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi Moskvadagi 3 manbaga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidentining maxsus vakili Uitkov 25-aprel kuni Putin bilan uchrashuvda Rossiyani o't ochishni to'xtatishga va urushni joriy front chiziqlari bo'yicha muzlatishga ko'ndirishga uringan. Biroq Putin o'zining maksimalistik hududiy talablarida qat'iy qolgan. Bloomberg suhbatdoshlaridan biri muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytgan. Unga ko'ra, jarayonda oltinga siljish faqat Putin va AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp o'rtasida yuzma-yuz uchrashuv bo'lsa mumkin. Nashr yozishicha, Putin o'z pozitsiyasidan qaytmayotgani, prezident Donald Trampning o't ochishni to'xtatish va urushni yakunlash borasidagi harakatlariga jiddiy zarba bermoqda. Shu bilan birga Washington muzokaralarda siljish bo'lmagani uchun noroziligini bildirmoqda. AQSh rasmiylari yaqin vaqt ichida kelishuvga erishilmasa muzokaralardan chiqishlari mumkinligini ham istisno qilmayapti. Ukrainadagi urushda KXDRning 600 askari qahramonlarcha halok bo'ldi. Razvedka 600 ga yaqin Shimoliy koreyalik Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida, xususan Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatidagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etish chog'ida halok bo'ldi. Bu haqda Yonhap razvedka ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreya 2 bosqichda Rossiyaga jami 15 ming askarni joylashtirgan. Qonunchilarning ta'kidlashicha, Shimoliy Koreya bu paytgacha 4,700 ga yaqin qurbon, jumladan jarohatlar va o'limlarga duchor bo'lgan, biroq uning qo'shinlari taxminan 6 oy davomida uchuvchisiz samolyotlar kabi zamonaviy qurollardan foydalangan holda jangovar qobiliyatini yaxshilaganini ko'rsatgan. O'lganlarning jasadlari Kurskda kuydirildi, qoldiqlari KXDRga olib kelindi, degan u Janubiy Koreya qonunchisi Lee Son-kyun razvedka hisobotlari yuzasidan o'tkazilgan matbuot anjumanida.
Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning boshidan beri Pxenyan va boshqa joylarda izolyatsiyada saqlanayotgan 2000 ga yaqin askar Shimoliy Koreyaga qaytarilgan. Tramp Ukraina tez orada mag'lub bo'lishini va o'zi bu mamlakatni qutqarishga urinayotganini bildirdi. Men bu mamlakatni qutqarmoqchiman. Menimcha bu mamlakat tez orada mag'lub bo'ladi. Keling, haqiqatga yuzma-yuz bo'laylik, dedi Amerika rahbari o'z intervyusida. Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddatida Kiyevga tankga qarshi Javelin boshqariladigan raketalarni berganini eslatdi. Shuningdek, u Ukraina hozirgi mojaroda yana ko'p hududlarni yo'qotishi mumkinligini bildirdi. Albatta, qurol bo'lishi shart emas. Qurollarning turlari ko'p. O'qli qurol bo'lishi shart emas. Bu sanksiya quroli bo'lishi mumkin. Bu bank tizimi quroli bo'lishi mumkin. Bu boshqa ko'plab qurollar bo'lishi mumkin, dedi Oq uy rahbari. Shuningdek, Tramp Ukrainadagi mojaro hozircha amerikaliklar hayotiga tahdid solmayotganini, biroq 3-jahon urushiga aylanib ketishi mumkinligini aytgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.